Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Norax Minecraft va mana yangi videomga xush kelibsiz. Bugungi videoda artefakt va qishloqqa o'zaro bellashadi. Qani kim yutadi ekan? Doimgidek menimcha arti yutsa kerak, nima deb o'ylayman. Okay, let's go. Va bular qurishni boshlab yuborishdi. Bitta narsani aytmanman-ku. Bu akvaparklar jangi. Va aytganchalik bu yerda kim zo'r akvapark qursa, o'sha o'yin g'olibi bo'ladi. G'olibni esa bilasizlar, obunachilar kim aniqlashini menda Kamina yu kamtarin doimgidek pora orqali aniqlayman, ya'ni kim ko'p pul bersa o'shaning g'olib deb yuboraman. Albatta hazil bu. Ya'ni xo'p, siz g'olibni kommentariyada baholaysiz. Qanday tartibda deysizmi? Artefakt yuritsa, undan 7, undan 8 ball berib, sizlar ballarni berasiz. Men esa ballarni hisoblab chiqib, kim yutganini keyingi videoda aytib o'taman. Ya'ni kim ko'p ball yig'sa, o'shani aytib o'taman, ya'ni hisoblab jam ballarini. Albatta do'stlar, mana video zo'r bu yerda turaylik, men ustimga qo'yib keta olamigan. Yo'q, qo'yib keta olar ekan bemalol. Okay, let's go. Bu yerda akvaparkni juda yaxshi quryapman. Bu taxtini berib qo'yay. Taxti deb mana nima edi, yo nomag'ishni berib qo'yay. Akvapark yorqin ranglardan bo'lgani yaxshi va bular yaxshi qilib qurishyapti. Qishloq hozircha sekinroq ketyapti, lekin kattaroq quryapti. Okay, kim yutishini endi video davomida bilib olamiz. Va bu yerda kim yutar ekan? Hozir sizlarga aks sado qildiraman. Mikrofonim bahonada maqtan olay. Bir. Mana mikrofonim maqtan olim o'rin, nima deysizlar? Zo'rmi maqtanchoqman, bilasizlar. Okay, bo'ldi. Endi aks sadoni o'chiramiz. Bo'ldi, aks sado uchdi do'stlar va bu yerda artisal tezroq ketyapti yo kichkinaroq qurganiga tezroq ketyaptimi? Okay, mayli, kim yutsa ham yutdi, yutmasa ham yutmadi deydi-yu. Bu yerda juda soz, arti juda tez ketyapti. Ha, aytganchalik do'stlar, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Qani shu Telegram kanalimda ham tezroq 1000 ta bo'lib olsaga. Okay, mana artefakt juda zo'r ketyapti hozircha. Xo'sh, bu ajoyib. Arti nima quryapti o'zi? Bu menimcha sirpanadigan o'sha sirpanchiq bo'lsa kerak, ya'ni akvaparkning xullas shu bir balosi bo'lsa kerak deydi-yu. Gapira olmay qoldim, uzr. Xo'sh, bu yerda endi qishloqqa nimaga keldi ekan? Qishloq hali ham devorlarni quryapti. Bu juda yaxshi, qishloqqa devorlarni quryapti. Doimgidek men o'zim bilan konteynerimni olib kelib olganman. Xo'sh, do'stlar, va men kommentariyada yozib qoldiringlar, hardcore kanal ochmoqchiman. Ya'ni u yerda o'zim survival uyushtiraman. 100 kun, 30 kun yashayman deb. Endi unaqa videoga qiziqadiganlar kam, lekin katta auditoriya bo'ladi. Ya'ni yosh katta auditoriyalar kuzatishadi. Masalan, Minecraftda birorta orolda 100 kun yashayman yoki biror one blockda 100 kun yashayman. Shunaqa videolar. Agar sizlar shunday videolarni xohlasangiz, adashib ketdimi? Kommentariyada yozib qoldiring xullas. Okay, qishloq pasni qumdan qilyapti. Men doimgidek konteynerimni sindirib qo'ydim oynamni. Konteynerimni o'zim bilan olib kelganman, ya'ni dam olib turishim kerak ora-orada. Zo'rmi konteynerim qalay chiqdi? O'zim yasadim deydi-yu. Okay. To'xtang, bu yerda qandaydir xatolik ko'rganday bo'ldim. Yo'q, adashibman. Okay, bo'ldi, yaxshi ketyapti. Arti menimcha o'zi mana birinchi attraksionni qurib bo'ldi. Xo'sh, pastga saparamizmi? Mana sakradik va bu juda ajoyib. Xo'sh, bu yoqdachi qishloq ham juda ajoyib ketyapti va zo'r va ajoyib deydi-yu. Okay, let's go. Qishloqqa biz senga ishonamiz. Olg'a deb. Mayli. Okay, deydi-yu. Xo'sh, bu yoqda nimalar bo'lyapti? Bu juda yaxshi. Hop, endi nima qilamiz? Artefaktnikini ko'ramiz. Okay, suvga sakradik. Endi bu yerdan sekin chiqib sakraymikin? Qani nimaga bo'lar ekan? Vash, cho'tga quribdi. Issiqqina kunda maza ketadi-yu, do'stlar. Xo'sh, juda yaxshi va endi qishloqning oldiga boraylik-chi. Qishloq qanaqa yuquryapti ekan? Qalay, skinimiz zo'rmi? O'zim yasaganman. Bilib olinglar. Bu nima ekan? Mana bu tugmani bosam yaqinlashyapti. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Bosh aylanib ketdi-yu. Bo'ynim qotib qoldi. To'xtab turinglar, kompyuter oldida juda ko'p o'tiryapman oxirgi paytda video tayyorlash uchun va buni qanaqa to'g'irlaydi? Mana to'g'irlab oldik. Okay, do'stlar, hozir mikrofonni og'zimga yaqinroq qildim, mayli. Xo'sh, bu yerda tepada tramplinmi, xullas o'shani quryapti-da tepada. Okay, va bu yerda pastga sakrashga tayyorgarlik ko'ryapman, ya'ni suv qilishiga pastga sakrayman. Xo'sh, tushib kelsa naqd oyoq sinadi-ya, oyoq.
Mana shu qiziqyapman, pastga sakrab ko'raymi, qani shu yerga yetib boralim. Yo, pastga sakrasam pishaman. Hozir Arti pastga tushib suv joyini qursa, o'shandan keyin sakrayman pastga. Davay Arti, biz senga ishonamiz, deydi-yu, qani tez qurib suv quysa-yu, men sira sakradim. Sal yetdi sakrab qo'ydim. Boshidan paftor, hozir suv quyadi, mana suv quydi, endi sakrasam bo'ladi. Okay, let's go. Aytgancha kommentariyada baholash va like bos ishi esinglardan chiqmasin. Okay, let's go. Bu juda ajoyib. Va ajoyib va zo'r. Xo'sh. Dam olamiz, uxlaymiz. Mana dam olib ham bo'ldik. Endi ular qurib bo'lishgan, men ularnikini ko'rsatib o'taman. Bunisi qishloqning endi jahli chiqishi aniq. Xo'sh, bu yerda bir balo xullas. Bu yerda buni olib olamiz, deydi. Okay. Qishloq qayiqlarni enga qo'ydik. Gapim topilmay qolyapti, uzr so'rayman. Buni ham solib qo'yamiz, sandiqni ham sandiqqa solib qo'ydik. Birinchi Artinikidan boshlaymiz doimgidek. Bo'ldi. Qayiqni nega qo'yganini bildim men. Hop, artefaktnikida ikkita attraksion, bitta tramplin bor ekan. Xo'sh, endi bularni sinab ko'ramiz va siz kommentariyada baholash esinglardan chiqmasin. Shuni unutmanglar. Kommentariyada baholab qo'yamiz. Okay, suvga sakraymiz va bu yerda hech balo bo'lgani yo'q va bu menga yoqqani ham yo'q. Tramplinga endi mana bundan chiqar ekanmizda. Lift qilib qo'ysa zo'r ish bo'lardi, mayli. Xo'sh, endi bu yerda sal sekin 2x qilamiz, videoni sal tezlashtiramiz. Videoni tezlashtirmadim. Aslida uchyapman, aytib qo'yay. Men nima deb o'yladinglar endi? Tushib ketishimga sal qolay. Tushsam naq oyog'im sinardi, deydi. Minecraftdagi bugni ko'rsataymi sizlarga, bitta xatoligi. Hozir havoda turibman, sezgan bo'lsanglar. Ko'ryapsizlarmi? Blokda emas, havoda turibman. Bu Minecraftning eng katta xatosi deyiladi. Orqaman chalab sakrash. Naqd suvga oyog'im bilan tushdim. Men bir normalniroq tushaman uni. Fizika qonuni ham yo'q. O'zi Minecraft fizikalar yomon ko'radi, chunki Minecraftda umuman fizika qonunlari ishlamaydi. Okay, let's go. Bu yerda sharbat va tort bor ekan. Kola ham shu yerda ekan. Ichkariga kiramiz. Bu yerda sharbat, bu yerda kola, bu yerda esa tort bor ekan. Mayli, tashqariga chiqib olamiz. Okay, keyin esa mana bu muzlikka uchamiz. Oldin mana bu nima edi bu endi? Qani ketay. Bu attraksion ekan, sirpanib tushar ekan basseynga. Menga keladigan bo'lsak, fikrim ikki tomonni ham attraksionlari juda kichkina. Menga bu uncha ham yoqqani yo'q. Bu yerga qayiq qo'yamiz. Endi qayiq olib qo'yaylik. Men kreativligim esimdan chiqib qoldi. Okay, men bunda zo'rman. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerdan sig'mas ekan-ku. Qayiq qana sig'adi bu yerda? Xatolik-ku. Qanaqasiga qayiq sig'masligi mumkin? Shuncha qurganga yarasha. Siqqan yo'q qayiq. Mayli, tushib ko'rib yo boshidan, yo IQ ni ishlatish kerakmi? Bo'pti. Buni olaylik. Menimcha zo'r kallamga zo'r ideya keldi. Sirpanib tushayotgani bitta narsani ustiga boramiz. Ya'ni mana nima edi nomi, oynaning ustiga. Okay, endi oynaning ustiga mana shuni sakrab olmoqchi edim, o'xshamay qoldi jo'da. Oynaning ustidan chiqish yo'li ham yo'q ekan bir dona. Mayli, bu yerdan chiqishi umuman yo'q ekan. Xullas, qishloqqa va Artiga 10 dan necha ball berasiz? Artiga men 10 dan 7, qishloqqa ham 10 dan 7 beraman. Ko'rishguncha xayr.